Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, kech qoldim. Aytishsiz-yu, tabiiy holat-ku. Xullas sizga 3 ta savolim bor. Uchalasiga ham to'g'ri javob bersangiz, xudo xolisa taqdirimiz birlashadi. Nima deysiz? Xo'p. Xo'p, birinchi savolim. Men sizga uylanganimdan keyin meni ayolim uyda jim o'tirish kerak. Shunga rozimisiz? Xo'p. Ikkinchi savolim. Men sizga uylanganimdan keyin uyga nima olib kelsam, boriga qanoat qilib, shukr qilib yashashingiz kerak. Rozimisiz shunga? Xo'p. Yo'q, bo'lmasa uchinchi savolim. Agar men uylangan bo'lsam, bunga qanaqa qaraysiz? Ha? Qayerqa? Yo'qoling xotin boss. Gulul mama, yine